Look brendi 10 yil oldin patentlangan edi. Yana keyingi 10 yilga uzaytirish uchun Aman brendi, ya'ni bizga murojaat qildilar. Hozir buni nima uchun aynan bizga murojaat qilganlarini sababini Baxtiyor akadan so'raymiz. Faoliyatimiz davomida ko'pgina patentlar bilan ishimiz tushgan, o'sha paytlarda har xil agentliklarga murojaat qilganmiz. Lekin ishlash davomida shu narsani ko'rdikki, oldingi natijalarimiz, ya'ni tajribalarimiz ichida eng yaxshisi Aman bilan bo'ldi. Chunki bizga boshidan kerakli bo'ladigan xarajatlar qanaqa bo'lishi, qanaqa etaplardan o'tishi hammasi yozma tarzda berilgan edi. Ya'ni bizda qanaqadir shubha gumonlarni olib tashladi. Chunki ba'zi bir holatlarda bir xilada bo'ladi, ya'ni xarajatlarni hammasi to'liq etilmaydi, keyin orada qanaqadir xarajatlar chiqib qoladi, keyin insonga har xil xayol fikrlar ham kelishi mumkin. Shuning uchun bilmaganlikdan bu narsa bo'ladi, bo'lsa hamma narsa shaffof va ro'yxat yozilgan edi. Shu taraflari bizga yoqdi. Bu birinchisi, ya'ni ikkinchisi, kerakli paytda o'zi qanaqadir etaplarga kelganda, jarayonlarga kelganda to'g'ri har xil etaplarda amalga oshiriladi. O'sha etaplarni ham o'ziga eslatib turishdi. Ba'zida shunaqa holatlar bo'lishi mumkinki, sizni esingizdan chiqib ketib qolishingiz mumkin yoki yuristingiz esingizdan chiqib ketib qolishi mumkin. O'sha paytda keyin siz o'zingiz esingizga kelganda so'raysiz, narigi odamni topa olasiz, vaqtida javob beradi, javob bermaydi, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Lekin bizda alhamdulillah, ya'ni o'zligi bizga chiqib, o'zligi eslatib, har xil holatlarda o'zligi yodimizga solib turishdi. Ishimiz shuning uchun bizga qanaqa tez bitganini to'g'risi biz sezmay ham qoldik. Agar tavsiya qilasizmi deyiladigan bo'lsa, albatta tavsiya qilaman. O'zimizdan kelib chiqib aytamanki, biz уже 3-tovar belgilarimizni topshirdik patentlashga.